Navbatdagi partiyamiz xudo xolasa viloyatlarga chiqib ketyapti. Xo'p, Qashqadaryoga bitta universal drabilkamiz mis motorligidan. Hop, Xorazm Xivaga universal drabilka, super drabilka va kichkina 50-60 kilo soatga chiqaradigan kizgimada ishlaydigan granulyatorimiz Dilmurod akamizga chiqib ketyapti. Mana bunisi 4 ko'lga chiqib ketyapti. Soatiga 200-300 kilo chiqaradigan 15 kilovatligidan. Hop, bulardan narxiga keladigan bo'lsak, universal drabilkalarimiz 220 da ishlaydiganlari 2.800.000 so'mdan mis motorligi, super drabilkamiz 4.5 million mis motorligi, bir shoxligi. Hop. 220 da ishlaydigan universal granulyatorimiz soatiga 50-60 kilo chiqaradiganimiz bular $650. Mana bunisi $1800 qo'shimcha matrisalari bilan qilib beryapmiz. Qo'shimcha matrisalar addini sotiladi. Nechta kerak bo'lsa, hammasida qo'shimcha matrisasi bor. Granulyatorimiz xudo xolasa Namangan viloyati Pop tumaniga chiqib ketyapti. Granulyatorimizga 4 mm li matrisani qo'yib berganmiz. Quyon, qo'ylarni, tovuqlarni razmeri bo'lgan. Motorimiz 220 da ishlaydi, samazashtali. Moskva zadimoslik 125 mm li 4 mm li granulyatorimiz xudo xolasa hozir egalariga ishlatib ko'rsatib berdik. Yemimizni ham chiqarib, mana shunaqa mayda razmerda yemimizni chiqarib ko'rsatib berdik. Kimga shunaqa granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Ushbu granulyatorimiz narxi $650. O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dostavkalarimiz tekin. Agar o'zidan kelib olib ketadigan bo'lsangiz $25 o'tib ham beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.